Assalomu alaykum qadrli obunachi hamda YouTube kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa qo'zlarni ham birinchi zo'rlaridan keldi boqishga. Shu qo'z qo'chqonlar boqaman deganlarga, qiziqqanlarga haqiqiy chiroyli narsalardan keldi. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepag'o'ron qishlog'ida o'zimiz xonadonda 2025-yil 7-oktyabr. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqarasizlar. Qo'zlar ham narxi yengil bo'ladi. Bu yerda bo'lsa mana bularda ham shu boqilayotganlarni semiz chiroyli mana. Hammasi zo'r. Bitta quvvarsar dashilar beraqqa. Zo'rlardan kelgan mana. Buni bir joyga olganga 3,5 million so'mdan dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib beramiz. Mana qo'chqonlar. Bular badani bor. Shu yemga tayyor, hali shak o'tmagan haqiqiy zo'rlaridan aylantiribchi. Mana qo'zlar. Hammasi qo'chqor, qiziqqanlarga. Like bosib, obuna bo'lib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Bundan da zo'rlar keladi. Qo'y olmasalarni qo'llab-quvvatlab turinglar mana. Haqiqiy zo'rlardan chiqarib berishga sizlarga harakat qilaman. Buni 3,5 million so'mdan bir joyga dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib beramiz. Va bu yerdagilarni 2 million 600 ming so'mdan hammasini bir joyga olganga dastlabki qilib yetkazib beramiz mana. Bunaqa yo'q. Mana. Bu yerda ham soni 22 dona bu yerda. Mana. Hammasi chiroyli, yeb ichlari zo'r sinovdan o'tdi mana hammasi. 1-2 kun bo'ldi kelganiga. Hammasi zo'r. 2 million 600 ming so'mdan hammasini bir joyga dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Bemalol uchmoqlari bir hafta 10 kun bemalol sinab olaverasizlar. Xolos sog'lomligi ishonch garantiyalik qo'ylar. Hop, keyingi videoda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Bizni kuzatishda davom etaveringlar.